4 yilda bo'ldi dedik. Mana shu polikistoz hisobiga homila kechikdi. Xo'p, erkaklarda testosteron degan gormon 70% ishlasa, ayollarda 30% ishlashi kerak. Polikistozga ko'proq sabab bu murskoy gormon bilan bog'liq faktor hisoblanadi. O'shaning uchun bu qizlar bolaligidan tukli bo'lib tug'iladi. Sochlar qalin, qoshlar qalin, tanada tok, ko'kragida tok, ves olishga moyil bo'ladi. Mana hozir oxirgi 2 oyda qancha ves qo'shib yubordim, ves olishga moyil bo'ladi. Ikkita menstruatsiyani orasi 35 kundan uzayadi, 20 kundan kamayadi, yuzga narsa toshadi, homila bo'lishiga to'sqinlik qiladi. O'zi qilganimizda biz bu kartinani ko'ramiz. O'shaning uchun 3 oyda bitta menstruatsiya, 2 oyda bitta menstruatsiya, bir xil payti yuzga narsa toshib ketadi. Mana shunaqa shikoyatlar bilan keladi. Bu kasallik emas, bu ko'proq nasliy faktor bo'ladi. Uyda kimdir tukli bo'lib tug'iladi, o'sha buyrak usti bezi qolganlarga nisbatan ko'proq ishlaydi. Ana o'shani hisobiga shu holat kuzatiladi. 5000 qadam peshkom yuramiz, shirinlik, xamirlikni ratsiondan chiqarib tashlaymiz. Qancha fizический nagruzka bo'lsa, shuncha joyiga kelishni boshlaydi. O'zi tasdiqlagandan keyin menstruatsiyaning 5-kuniga yuzni ichishni yuvmasdan gormon tekshirib,